Agar tinchgina yashab yurgan bo'lsangiz, bu kinolarni ko'rmang. Chunki kinoni faqatgina oxirida tushunasiz. Hozir aytadigan ikkita kinoyim oddiy kino emas, haqiqiy paradoks. Demay boshladik. Birinchisi Predestination, ya'ni vaqt qorovuli. Bu kinoda nomidan kelib chiqqandek vaqt qorovuli bo'ladi va u bitta sherigi bilan vaqtlar aro yuradigan bitta jinoyatchini ushlamoqchi bo'ladi. Yo'q, bu yemagan fantastika emas. Haqiqiy ilmiy nazariya, paradoks. Paradoks tushunmaganlar uchun bu ham haqiqat bo'lishi ham mumkin, ham yolg'on bo'lishi ham mumkin. Ya'ni aylanaga o'xshaydi. Xullas, mana shu kinoni ko'ringlar. Kinoni ko'rish davomida nima bo'lyapti o'zida boshlaringiz qotib ketadi va oxirida realni umuman kutmagan syujetingiz bo'lib chiqadi. Dahshat prosta. Va ikkinchisi bu uchburchak. Bu kinoni ham ko'pchilik ko'rmagan va juda ham kam byudjetga olingan. Kinoning boshlanishi birozgina mutli. Do'stlar birgalikda kemada bir sayohatga chiqishmoqchi bo'lishadi va ana shu paytda haqiqiy syujet boshlanadi. Kino davomida uchburchakka o'xshash narsalar davom etadi. Nimaligini aytmayman, qiziq qolmay qolmasin. O'zingizlar bitta ko'ringlar, realni yoqadi. Oxirida undan ham umuman kutmagan syujetlar bo'lib chiqadi. Yoki kutgan bo'lsanglar ham, bum bo'ladi. Ataki realni qiziq bu ikkala kino ham. Agar atiga 10 ming so'mga 5 mingdan ortiq kinolar ko'rmoqchi bo'lsanglar, Homeplay degan dastur bor. Undan tashqari bu yerda siz koreys dramalari, turk seriallari va multfilmlarni juda ham sifatli formatda ko'rishingiz mumkin. Bodroq promokodi bilan esa 3 kun bepul. Qaytgancha agar biz 10 mingta bo'lsa, YouTube ga kanal ochaman va ana shu yerda siz tushunmagan kinolarni tushuntirib, tahlil qilib beraman. Menimcha bu hammaga qiziq bo'lsa kerak. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.